Aybga iqrorlik to'g'risida kelishuv tushunchasi bu nima? Aybga iqrorlik to'g'risidagi kelishuv bu surishtiruv va dastlabki tergovning istalgan vaqtida o'ziga nisbatan qo'yilgan gumon yoxud ayblovni tan olgan, qilmishiga chin ko'ngildan pushaymon bo'lgan, jinoyatni ochilishiga faol ko'maklashgan va yetkazilgan zararni to'liq qoplagan gumon qilinuvchi va ayblanuvchining iltimosiga asosan prokuror bilan tuziladigan ixtiyoriy shakldagi protsessual kelishuvdir. Aybga iqrorlik to'g'risidagi kelishuv instituti AQSh qonunchiligida uzoq tarixga ega bo'lib, 19-asrning boshlarida AQShda yuzaga kelgan. Amaliyotda 150 yildan beri qo'llanishi bilan xarakterlanadi. Ma'lumotlarga ko'ra, AQShda har yili 90-95% ga yaqin jinoyat ishlari aybga iqrorlik to'g'risidagi kelishuv bilan yakunlanadi. Jinoyat protsessual kodeksining aybga iqrorlik to'g'risidagi kelishuv bo'yicha normalarini qamrab olgan yangi 62.1 bobning 586.1 moddasiga ko'ra, aybga iqrorlik to'g'risidagi kelishuv jinoyat ishi yuritishni o'ziga nisbatan qo'yilgan gumonga, ayblovga rozi bo'lgan, jinoyatning ochilishiga faol ko'maklashgan va keltirilgan zararni bartaraf etgan gumon qilinuvchining yoki ayblanuvchining iltimosnomasiga asosan nazorat qiluvchi prokuror bilan ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan, uncha og'ir bo'lmagan va og'ir jinoyatlar bo'yicha tuziladigan kelishuvdir. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 586-moddasida aybga iqrorlik to'g'risidagi kelishuv jinoyat ishini yuritish o'ziga nisbatan qo'yilgan gumonga, ayblovga rozi bo'lgan, jinoyatchining ochilishiga faol ko'maklashgan va keltirilgan zararni bartaraf etgan gumon qilinuvchi yoki ayblanuvchining iltimosnomasiga asosan nazorat qiluvchi prokuror bilan ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan, uncha og'ir bo'lmagan va og'ir jinoyatlar bo'yicha tuziladigan kelishuvdir deb aks ettirilgan. Aybga iqrorlik kelishuvining mazmun mohiyatiga keladigan bo'lsak, shuni ta'kidlash kerakki, ushbu institut qoidalari O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 661-moddasida nazarda tutilgan yarashuv bitimiga o'xshab ketsa-da, kelishuv bitimi undan farq qiladi. To'g'ri, yarashuv hamda o'ziga xos kelishuv bitim bo'lib, birinchidan u javobgarlikdan ozod qilishga sabab bo'ladi. Ikkinchidan, ushbu bitim jinoyat sodir etgan shaxs bilan qanday hollarda aybga iqrorlik bo'yicha kelishuv tuzish mumkiniga ahamiyat bersak. Jumladan, aybga iqrorlik bo'yicha kelishuv tuzishda qonunga ko'ra quyidagi asos bo'lib xizmat qiladi. Birinchisi, gumonlanuvchi ayblanuvchi tomonidan kelishuv bo'yicha iltimosnoma taqdim etishi. Iltimosnomada ushbu shaxsning o'z xohishi bilan berilishi, shaxs tomonidan sodir etilgan jinoyatning ijtimoiy xavflik darajasi, ya'ni ijtimoiy xavfi katta bo'lmagan, uncha og'ir bo'lmagan yoki og'ir jinoyatlar bo'lishi kerak. Bu esa o'z navbatida o'ta og'ir jinoyat sodir etganlik bo'yicha kelishuv tuzilmasligini dalolat beradi. Gumondor, ayblanuvchi sodir etgan jinoyatlarga iqrorlik bildirishi kerak. Bundan tashqari, ayblanuvchi gumonlanuvchi jinoyatning ochilishiga faol yordam berishi kerak. Jinoyat natijasida keltirilgan zarar qoplanishi kerak. Kelishuv haqida iltimosnoma, surishtiruv, tergovning istalgan bosqichida berilishi mumkinligi, shuningdek sud majlisida taraflar kelishuvdan voz kechishi mumkinligi bilan xarakterlanadi. Bundan tashqari, aytib o'tish joizki, aybga iqrorlik to'g'risida kelishuv quyidagi hollarda tuzilishi mumkin emas. Agarda birinchisi, Jinoyat protsessual kodeksining 61-bobida belgilangan tartibda tibbiy yo'sindagi majburlov choralari qo'llash uchun asoslar mavjud bo'lsa. Ikkinchisi, shaxs tomonidan bir nechta jinoyat sodir etilgan bo'lib, ulardan loaqal bittasi ushbu moddaga belgilangan talablarga to'g'ri kelmasa. Keyingi masala. Aybga iqrorlik to'g'risidagi kelishuv instituti qo'llashning protsessual jihatlari qanday? Gumon qilinuvchi, ayblanuvchi aybga iqrorlik to'g'risida kelishuv tuzish haqida iltimosnomani surishtiruvchi va dastlabki tergovning istalgan bosqichida berishi mumkin. Iltimosnomada gumon qilinuvchi, ayblanuvchi surishtiruv va dastlabki tergovga qo'yilgan gumonni yoki ayblovni tan olishi, dalillarni inkor qilmasligi, jinoyatni tergov qilishga ko'maklashishi, jinoyat natijasida olingan mol-mulkning topilishi uchun qaysi harakatlarni amalga oshirishi shartligi, jinoyatga aloqador boshqa axborotni taqdim etishga doir majburiyatlarni hamda jinoyat oqibatida yetkazilgan zarar bartaraf etganligi ko'rsatiladi. Kelishuv tuzish haqidagi iltimosnomada gumon qilinuvchi ayblanuvchi tomonidan bajarilgan va jinoyatni fosh etish uchun ko'maklashgan muayyan harakatlar ham ko'rsatilishi mumkin. Iltimosnomada surishtiruvchi tergovchiga taqdim etilgandan so'ng olgan paytdan e'tiboran 24 soat ichida jinoyat ishi materiallarini kelishuv tuzish masalasini hal qilish uchun prokurorga yuboradi. Prokuror kelishuv tuzish to'g'risidagi iltimosnomani u kelib tushgan paytdan e'tiboran 72 soat ichida surishtiruvchi yoki tergovchi hamda gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, uning himoyachisi ishtirokida ko'rib chiqadi va kodeksning keltirilgan talablariga rioya etilganligi tekshiriladi. Prokuror aybga iqrorlik to'g'risidagi kelishuv tuzish haqida iltimosnomani ko'rib chiqib, quyidagi qarorlardan birini qabul qiladi. Ya'ni qanoatlantirish yoki rad etish to'g'risida.
Prokuror tomonidan aybga iqrorlik to'g'risida kelishuv tuzish haqida iltimosnomani rad qilishni gumon qilinuvchi, ayblanuvchi va uning himoyachisi ushbu masala yuzasidan takroran iltimosnoma berish huquqidan mahrum etilmaydi. Aybga iqrorlik to'g'risida kelishuv imzolangandan keyin ish bo'yicha tergov va boshqa protsessual harakatlar o'tkazilishi zaruriyati mavjud bo'lmagan taqdirda prokuror ayblov xulosani va ayblov dalolatnomani tasdiqlab, ishni zudlik bilan sudga yuboradi. Aybga iqrorlik to'g'risida kelishuvga doir ishlar o'ziga xos xususiyatlarga inobatga olingan holda umumiy tartibda jinoyat ishi kelishuv bilan birga sudga kelib tushgan paytdan e'tiboran 1 oydan kechiktirmay ko'rib chiqiladi. Sud aybga iqrorlik to'g'risida kelishuv tuzish haqida qarorni ko'rib chiqib, quyidagi qarorlardan birini chiqaradi. Birinchisi, kelishuvni tasdiqlash to'g'risida, ikkinchisi kelishuvni tasdiqlashni rad etish va ishni prokurorga yuborish haqida. Aytib o'tish joizki, kelishuv tasdiqlangan hollarda sud ayblov hukmi chiqaradi.